Blogerlarga savolim bor mana. YouTube masiga hammalarga. Baho ber do'stim. Mana sizlar masalan ko'rsalaring Rossiyaning ko'p blogerlari bizda masalan o'zbek bokschilarini ko'proq videolarini joylashtiradi. Ko'p saytlarda degan o'zimni ko'rganman-da. Bu yoqqa kiramanda butun dunyoni bokschilari o'zbek masalan bokschilar masalan men o'zimni videomni kommentariyani o'qisam mani hamma maqtaydi, bitta o'zbeklar negativ fikr qoldiradi shu yerda. Bitta o'zbeklar negativ fikr qoldiradi. Nima sababdan shunaqa? Bizda blogerlar bilan chiroyli yo'lga olmayapmiz. Blogerlar ham o'zlarini ruslarni tanqidladi. Jahon chempionatida kim amerikalik yiqitdim yoki amerikalik bilan tushdim yoki Rossiya bilan tushdim. Rossiya bilan tushmaydi. Jahon chempionatiga kuchsiz bokschi kelmaydi-ku. Kommentariyani o'qisam 95% Slaviy bokschi bo'lib ketdi. Mishov ana shu narsa. O'zimiznikilar, o'zbek Jalol to'xtatib bo'lmaydi. Jalol kuchli o'zbek bokschilar kelganda hamma bilan tushyapti. Hammasi eng Rossiyani zo'ri, Amerikani zo'ri kelyapti. Yana kim bilan tushdi? Yana kimni yutsin-da? Ha, shunaqa-da. O'shanaqa videolar qo'ygan, o'sha video. Bobo, avvalda qo'y, bunaqa nima dedi. Shuncha biz qaytarsam dedi, mana xomsini izlayapman dedi. Masalan, Qozog'istonda nimalari o'ziniki yutqisi ham bor-ku, urishadi. Masalan, urishadi. Ha, sen bizniki yutdi dedi. Lekin bizda nima sababdan? Do'stlar gapiradi. Yo'q, blogerlarga bo'ldi, mana shularga sizlar aytishga. Bular nimaga qo'yadi-yu? Qo'yayotganda nega shoshib bo'lsa boshqa narsa qo'yadi. Boshqa narsa bizda nima qo'yadi? Bahodir Jalolov yiqilib qopti deydi-da, keyin qo'ygan paytda yiqilib turib urgan bo'ladi. Knockdown bo'ldi, knockout. Tasmotda yig'ish ishlashadi. Intriga. Bizda blogerlar shefi bormi? Yo'liga chiqarib yuboribdi. Uydagilar yig'lab telefon qilyapti. Amerikada bor. Qarasam, Hasanboy Ismatov olamda o'tib keldi. Telefon qilyapti. Ha, do'stim, qattasiz desam aka. Men ko'chada yuribman dedi. Internetda o'qigan yo'qsiz dedim. Men Farvakani bilaman, buni Farvaka kuzatib turaman. Buni to'g'ri qo'yadi ko'p narsani. Masalan, bunaqa nima sarlavhada unaqa yolg'on aralashtirmaydi. Ko'p blogerlar, levi blogerlar Bahodir Jalolov knockout bo'lib qoldi deydi. Kirib ko'rsam, ana Twitterda knockdown keyin yutganman-ku, unda ham kommentarlar Bahodir pishibdi, o'sha bularga knockdown bo'lyapti.